Alo. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Keling. Shu desiz, bugun o'g'lim tug'ilgan kun edi. Juda Shunga yaxshi. bugun mehmonlar keladigan. Xo'p. Shu bir narsa xarid qilgani keldim. Nimalar kerak? Ichimlik, keyin shirinliklar. Rahmat onajon. Hammaga salomating. O'tib qolaman onajon. Xo'p. Bizdan qancha bo'ldi aka? Sizlardanmi? 50 ming bo'ldi. Aka, mana shu plastikni yechib olasiz. Mana, marhamat. Sog' bo'linglar. Kattaga rahmat. Tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazinglar. Sharof aka to'xtang. Ha, nimaga? Hozir shuncha bozorlik 50 ming so'm bo'ldi. Shunaqa shekilli-da, sotuvchini o'zi aytdi-ku. Yo'q, menimcha do'konchi adashdi. Bir qaytadan hisoblating. Uka. Adashgan bo'lsa, sotuvchi adashdi. Menga farqi yo'q. Men aytgan pulini berdim, to'g'rimi? To'g'rilikka. Ketdi gunda. Yo, to'xtang aka. U adashgani bilan biz adashmayapmiz-ku. Vijdoningiz qiynalmayaptimi? O shuncha bozorlikni hozir oilangizga yedirasizmi aka? Erta buni ham savol-javob bor. Yuring. Ukajonim. Endi qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Kattakon rahmat. Sal qolsa hozir birovni haqqini yeb, nafsimga qullik qilib xato qilib qo'yardim. Ana shunday. Xudoga shukr. Sotuvchi ham oddiy ishchi ekan. Sal qolsa oyligidan ushlab qolishar ekan. Shunday ket. Yur endi tug'ilgan kunni davom ettiraman. Ket.